Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun mana shu videoda sizlarga homiladorlikni rejalashtirayotgan juda ko'p juftliklar eng ko'p yo'l qo'yadigan xatolar haqida gapirib bermoqchiman. Birinchi eng ko'p qo'yadigan xatolarimiz, masalan, yangi kelinchaklar turmushga chiqishdan oldin yoki bo'lmasam tug'gan xotinlar ikkinchi, uchinchi homiladorlikni rejalashtirishdan oldin ko'pincha menda hammasi yaxshi-ku deb tekshiruvlardan o'tishni orqaga suradi. Bu noto'g'ri. Chunki bir necha oy davrida homiladorlik kuzatilmasdan yonimga kelishganda ularda ovulyatsiya bo'lmayotganligi yoki surunkali yallig'lanish kasalliklari yoki kamqonlik, ayrim gormonlarda buzilishlar, turli bir har xil kasalliklarni topishimiz mumkin. Homiladorlikni rejalashtirayotgan juftliklarga eng kamida o'tish kerak bo'lgan tekshiruvlar bu kichik chanoq uzisi, gormonlar va infeksiyalarga tekshiruv. Bu analizlarni qilganingizda sizni organizmingiz haqida to'liq ma'lumot olishimiz mumkin. Chunki shuni bilingki, aslida homiladorlik davrida gormonlar almashinuvi juda tezlashib ketadi va kuchayib ketadi. Va buni ta'sirida surunkali kasalliklaringiz bo'lsa, bular hammasi zo'riqib yoki bo'lmasam avjiga olib ketishi mumkin. Bularni oldini olish uchun faqatgina ginekologik a'zolar tekshiruvi emas, balki boshqa organlarni ham, butun organizmdagi surunkali kasalliklarni ham tekshirishdan o'tib, ularni davolab, undan keyin homiladorlikni rejalashtirishni maslahat beraman. Homiladorlikni rejalashtirayotgan juftliklar ichida eng ko'p qilinadigan erkaklar tomonidan qilinadigan xatolik bu men sog'lomman, menda hech qanaqangi muammo yo'q deb tekshiruvlarni orqaga qoldirish. Aslida juda kam insonlar spermogramma topshirishadi. Lekin homiladorlik bo'lishi uchun erkaklarning vazifasi bu urug'lantirish hisoblanadi. Mana shu urug'lantirish qanday spermatozoid bilan amalga oshirilayotganini bilish uchun albatta faqatgina spermogramma emas, DNK fragmentatsiya, demak spermatozoidning sifatini tekshirish ham muhim hisoblanadi. Homiladorlikni rejalashtirayotgan juftliklarda keyingi yana ko'p yo'l qo'yiladigan xatoliklardan biri bu noto'g'ri hayot tarzini o'zgartirmaslik. Boshqacha qilib aytganda, ya'ni fertillikni kamaytirishga olib keladigan hayot tarzi. Bu uyquni noto'g'ri bo'lishi yoki uyqu buzilishi, uyquni bo'lmasligi kechki vaqtda. Bundan tashqari noto'g'ri ovqatlanish, spirtli ichimliklar yoki sigaret chekish, kam harakatchanlik, bir joyda o'tirib ishlash. Mana shu ham reproduktiv sistemaga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun homiladorlikni rejalashtirayotgan juftliklarga agar shu holatlar bo'lsa, bularni kamaytirishga, to'g'rilashga harakat qilishni maslahat bergan bo'lardim. Yana ortiqcha vazn bo'lishi yoki bo'lmasam insulin rezistent holat. Ortiqcha vaznni o'zi ham bu ovulyatsiyaga to'sqinlik qiladi. Insulin rezistent holat esa yetilib kelayotgan o'sha tuxum hujayrani yetilishiga yoki bo'lmasam yorilishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Uzoq vaqt homiladorlik kuzatilmasa, ayrim juftliklar hammasini tashlab qo'yishadi. Bu juda ham noto'g'ri, chunki bu har doim ham ish bermaydi. Agar siz homiladorlik rejalashtirayotgan bo'lsangiz yoki sizda homiladorlik kechikayotgan bo'lsa, yuqoridagi tavsiyalarga amal qiling va mutaxassis ko'rigidan o'z vaqtida kechiktirmasdan o'tishingizni maslahat beraman. Homiladorlikni rejalashtirayotgan har bir ayol o'tishi kerak bo'lgan minimal tekshiruvlar ro'yxatini izohda qoldiraman.